قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dinning tatlılık, güzellik hissi suyundirgan kishi birersin yaratsa, bartik Allah rizalığı üçün gina yaratsın. Yani şolay bu hadisini aytib bular, kim dinning tatlılık, güzellik hissin tuyası kilse, eğer birer kishini yaratayken bartik Allah rizalığı üçün gina yaratsın. Bu hadisten biz ko'ramiz dinning tatlı ekeni. Dinning, imanning tatlı ekenin. Ham iman o'sgan soyin din ham iman tatlılana bara. Yani tatlılık hissi orta bara. Ham iman o'sa biz aytdik narsa bilan. İman nishik o'sa kishida? İman o'sa Allohga bo'ysunuv bilan. Ham iman tishi Allohga bo'ysunmoq bilan. Allah qo'shganlarini qoldiruv bilan gunoh ishlaw bilan. Ham kishi ne kadar ko'proq Allohga bo'ysunsa, Allah qo'shgan amallarni o'tasa, Allah degan amallarni qoldirsa, onun imoni ortacaq, imonning tatın ko'proq tuyacaq. Ham albatta bu iman jon rizqi bo'lib turadi. Ya'ni kishining imoni ortgan sayin, onun demak joni rahatlikda bo'lacaq. Onun joni rahatlikda bo'lacaq. Qizg'anishga qarshi bo'lgan kishilar jon rahatin izlaylar boshqa yerdan. Jon rahatin izlaylar boshqa dunyoviy bo'lgan evrlarda. Boshqa dunyoda bo'lgan evrlarda. İzleyler lekin jon rahatini topa olmaylar. Biz aytdik, jon rahati kela iman ortuv bilan. Iman orta Allohga bo'ysunuv bilan. Ham shulay bu hadisda ko'ramiz, agar kishi boshqa bir qardashin bartik Allah rizolig'i uchun yaratgan ekan, shulay u imonning tatini tuyacaq, imonning ta'min tuyacaq, imonning tatlılığını tuyacaq. Yarar. Qardashingni bartik Allah rizolig'i uchun yarattu, nishi bu? Qardashingni Allah rizolig'i uchun yarattu. Qo'ysan sen onun dini, onun imanı, onun Allah'a bo'ysunuvi ishni yaratasan. Dunyoviy masalalar ishni tugul. Onun boyligi ishni tugul, onun motorligi ishni tugul, onun kuchli bo'lgani ishni tugul. Anladingizmi? Sen onu yaratasan, onun taqvoligi uchun, onun Allohdan qo'rqqani uchun. Ham agar onun hatta dunyoviy boshqa masalalarda shariatdan tish bo'lgan masalalarda bir kimchiligi bor ekan, sen ona e'tibor etmaysan. Sening qarshida birinchi onun narsasi, onun taqvoligi. Hamma bu bo'la Alloh rizolig'i uchun yaratdi.